Sunnatulloh aytgan bo'ldimi? Ha. Ya akalar, hali ham turibsizlarmi? Odam yo'qmi? Ha, ko'rmaysanmi, odam yo'q-ku. Boshqa ishlar pasayib ketdi. Kuniga 300 ming zo'rg'a to'yapman. Ishlarda qana bo'lyapti? Ha, yo menga bilingan, yo o'sha ishlayapman. 700-800 ming topyapman. Kecha oxirgisi 740 ming bilan yopdim. Ha, yaxshi. Menda 400 ming, 500 ming topyapman. Matizda 700-800 ming topyapsiz. Sen Sparkda bo'lib turib 400-500 ming topyapsan. Men Gentrada ertalabdan kechgacha zo'rg'a 300 ming ishlayapman. Yana ham sizlar 5-6 da kirib ketasizlar. Qanaqa qilib? Mendan ko'p pul topyapsizlar, tushunmadim. Menda bitta farzandim bor. Akasi nechta edi? 4 ta farzandi bor nimaga? Ha, sendan nechta? Men hali uylanmaganman, nima deyapsan? Do'stim, bizni qancha pul topib turganimiz, meni yurgan mashinamizga bog'liq emas. Akamiz 4 ta farzandini rizqini qo'shib topyapti. Men bitta farzandni rizqini qo'shib topyapman. Ha, sen bo'yda bo'lsang, bitta o'zingga yarasha rizqingni topyapsan-da, o'shancha uylanish kerak, yura olmassan. O'shanda ko'p pul topasan.